Umuman chirigi yo'q mashin simichkening narxida sirroshna sotiladi. Assalomu alaykum hammaga. Mana shu videoni ko'rib bitta layklarni bosingizlar. Ali Ko'mir Shadir Polixod mashin biznesga o'tganmiz aynan. Shu Moskva shahrimiz mashina bor, mashina sotamiz. Polixod o'zimizda. Chigalar hozir bizda Ford Focus 2008-yil. 2008-yil. 3 o'tta turadi mashin, 3 o'tta turadi. Ikkita parogda chirigi bor. Ikkita parodi. Mashining ichi polni xod ideal sostoyanida. Nega buni kaltlarni ko'rib turibsizlar o'zlaringiz. Polni xod hammasi ideal sostoyanida. Mashining pol оборота zavod bo'ladi. Chekda birin xil ashibka yo'q. Polni чисто молодежный пацан deydi-ku. Mana ikkita parokda chirigi bor aynan. Ikki parok chirigan. Ondan keyin buni tomoni ham xuddi shunday. Kenjigalar ikinci mashinamiz bizning Volkswagen Passat 1998-yilgi. Buning kuzovi atsinkoyma, atsinkovi deymi, shunday deydiki, umuman chirmaydigan kuzov. Universal bu hal dacha-pacha ishga yuk tashimadiga bu chotga 4 ta bilan prestijin diska, 4 ta shpoy balon. Mashin bu uchotdan chiqariladi, kupli продаж qilib beriladi. Mashin jaqna motordan chiqqan, brainstorm rasxod yo'q. Parkovniklari bor, hali titing deydigan magnitofonlar ishlaydi, hammasi mexanik. Mana mashin chotki sostoyanida turibdi. Mana bagajlari ham turibdi-da, axir. Bu mashinamiz qaranglar. Fordning narxi 2008 1.6 motor, puli 300 ming rubl muomalasi bo'ladi. Volkswagen Passat. Buning narxi 330 ming rubl. Buning ham sal muomalasi bo'ladi. Kelaverasizlar aynalar. Yuk tashiman deganga bo'l. Ondan keyin чисто молодежный пацанский mashin VAZ 2114 ayna. Umuman chirigi yo'q mashin simichkening narxida sirroshna sotiladi. Narxi 165 ming rubl. 3 o'tta turishini gaplashsa bo'ladi. Mashining umuman chirigi yo'q aynan. Mana leboy xil paraverkanda daj astlari ham ko'rinadi. 4 ta prestijniy diskada balonlari chotki ideal sostoyanida. Mana mashining aynan ichini qarang. Irib chirib qolgan mashina emas, mana chotki aynan. Aldı ikkita elektropaket. Ikkita обогрение sidenyaları var. Onun ustiga esa aynan magnitofon, mashin pol оборота zavod bo'ladi. Birin samon влаженияsi yo'q. Buning narxi 165 ming rubl aynan. Qarang, buning tonirovkalar даже bunday. Mashin чисто молодежный mashin deyman. Bundan turgan turishini qarang aynan. Bu ham sirroshna sotiladi. 165 ming Volkswagen Passat. 330 ming Ford esa 300 ming rubl. Mana aynan kelaverasi. Telefon nomerlar. Shu pastdagi telefon nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shu mashinalar poni nalichi o'zim qo'limda turibdi. Yana bitta Opel Zafira'mız var. Onun narxi esa 500 ming rubl, 7 kishilik. O ham 2008-yil. Leboy xil mashinalar bor aynan kelaverasizlar mana. Qo'lni axir mashin biznesmen bo'lib ketdik. Bunlar tazza ishga. Anoda men ishlarga. Buni esa, "Vau, qanday 20 yoshim bo'lgan" dedi ya.